Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvi-bobolarimiz va ularga qarayotgan farzandlar. Bugungi xabar juda muhim. Pensiya oladigan har bir inson pensiya rasmiylashtirish arafasida turganlar. Nogironlik pensiyasi yo'qki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladigan oilalar bu ma'lumotni albatta eshitish kerak. Chunki kichkina xato. Bitta hujjatning yetishmasligi yoki bank kartasiga e'tiborsizlik sababli pensiya kechikishi, qayta hisoblash amalga oshmay qolishi yoki firibgarlar pulingizni yechib olishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval tartib qanday edi? Hozir nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi holatlarda pensiya qayta hisoblanadi? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aniq ro'yxat qilib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning oilangizdagi yana bir pensionerga ham foyda berishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasini shunday tasavvur qilardi. Yoshim yetdi, ariza berdim, pensiya tayinlandi. Keyin har oy pul tushadi. Tamom. Lekin amalda pensiya tizimida bir nechta nozik joy bor. Ish staji to'liq kiritilganmi? Maosh haqidagi ma'lumotlar arxidan to'g'ri olinganmi? Bank kartasi faolmi? Plastik karta muddati tugamaganmi? Pensioner yashash manzilini o'zgartirgan bo'lsa, xabar berganmi? Chet elga uzoq muddatga chiqib ketganmi? Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tganmi? Mana shularning har biri pulning o'z vaqtida tushishiga ta'sir qiladi. Hozir esa tartiblar ko'proq elektronlashmoqda. Ya'ni ko'p ma'lumotlar idoralar o'rtasida elektron almashiladi. Bu yaxshi tomoni. Odam har bir qog'oz ortidan yugurmaydi, navbatlar kamayadi. Ayrim ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar elektron bazada xato bo'lsa, masalan, ish staji noto'g'ri ko'rsatilsa, ism, familiyada bitta harf farq qilsa, eski pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa yoki bank kartasi ma'lumotlari tizimda to'g'ri ko'rinmasa, pensioner o'zi sezmaguncha muammo cho'zilib ketishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, odam 25 yil ishlaganman deb yuradi, lekin tizimda 12 yil ko'rinadi. Sababi eski korxona yopilgan, arxivga topshirilgan hujjatlar to'liq emas yoki mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmaydi. Yana bir holat. Ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin eski ish joyidagi hujjatlar qiz familiyasida qolgan. Agar bu bog'lanish hujjat bilan isbotlanmasa, o'sha yillar stajga qo'shilmay qolishi mumkin. Natijada pensiya miqdori kam chiqadi. Birinchi muhim masala, pensiya miqdori doim ham avtomatik adolatli hisoblangan deb o'ylamaslik kerak. Ha, mas'ul organlar hisob-kitob qiladi. Lekin hisob-kitobning asos hujjatdir. Hujjatda nima bor bo'lsa, tizim shuni ko'radi. Agar siz 1995 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsangiz, lekin arxiv ma'lumoti topilmasa, bu davr stajga kirmay qolishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner yoki uning farzandi o'z pensiya ishini tekshirtirib ko'rish foydali. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi bir otaxon 1 million 130 ming so'm pensiya olib yurgan deb tasavvur qilaylik. U 30 yil ishlaganman, lekin pensiyam kam deb shubha qiladi. Pensiya bo'limiga borib, ish staji qayta tekshirtiriladi. Ma'lum bo'ladiki, 1998 yildan 1993 yilgacha bo'lgan 5 yil arxiv ma'lumoti yetishmagani uchun hisobga olinmagan. O'sha davr bo'yicha arxivdan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olinadi. Qayta hisob-kitobdan keyin pensiya 1 million 40 ming so'mdan 1 million 60 ming so'mga chiqishi mumkin. Farq oyga 7 ming so'm. Bir yilda bu 2 million so'mdan ko'proq mablag' degani. Pensioner uchun bu dori darmon. Kommunal to'lov yoki oziq-ovqatga sezilarli yordam bo'ladi. Ikkinchi masala bank kartasi va to'lov usuli. Hozir ko'pchilik pensiyani bank kartasiga oladi. Bu qulay, lekin xavfsizlik qoidalarini bilmasangiz juda xavfli. Pensionerlarning telefoniga pensiyangiz oshirildi. Tasdiqlash uchun kodni ayting. Kartangiz bloklandi. Sizga bir martalik yordam puli chiqdi degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech qachon telefon orqali SMS kod, karta raqami, amal qilish muddati, PIN, kod ilovaga kirish parolini aytmang. Pensiya jamg'armasi, bank yoki boshqa davlat idorasi xodimi sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kod so'rasa, bilingki, bu firibgar. Oddiy misol, buvijonning kartasida 2-3 so'm pensiya va yig'ib qo'ygan puli bor. Firibgar qo'ng'iroq qilib,
sizga 600 so'm qo'shimcha kompensatsiya tushadi. Hozir SMS kodini ayting deydi. Buvijon ishonib kodni aytadi. Bir necha daqiqada kartadagi pul boshqa hisobga o'tib ketadi. Keyin bankka boradi, militsiyaga ariza beradi, lekin pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun eng yaxshi himoya kodni hech kimga aytmaslik, kartani begona odamga bermaslik, bankomat yo'lida yordam taklif qilgan notanish odamga ishonmaslik. Uchinchi masala, kimlar albatta tekshirishi kerak. Birinchi navbatda pensiyasi juda kam chiqqandan shubhalanayotganlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida eski yozuvlar, o'qilmaydigan muhrlar, tuzatishlar borlar. Uchinchidan, turli korxonalarda ishlagan, korxonasi yopilib ketgan, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkilotlarida ishlaganlar. To'rtinchidan, ayollar bola parvarishi, dekret, familiya o'zgarishi, ish joyi almashishi bilan bog'liq hujjatlar tekshirilishi kerak. Beshinchidan, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar, tibbiy ko'rik, nogironlik muddati, guruh o'zgarishi, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Kimlar uncha xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada ko'rinib turgan bo'lsa, pensiya tayinlashda sizga hisob-kitob tushuntirilgan bo'lsa, bank kartangiz faol. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda va har oy pul o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya ishini tekshirtirib turish zarar qilmaydi. Chunki odam huquqini bilgani sari xotirjam bo'ladi. To'rtinchi masala pensiya oshirilishi va qayta hisoblash. Ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitadi, lekin o'z kartasiga tushgan pulni tekshirmaydi. Ba'zan umumiy oshirish bo'ladi, ba'zan esa faqat ayrim toifalarga taalluqli bo'ladi. Masalan, eng kam pensiya miqdori o'zgarsa, past pensiya oluvchilarga ta'siri ko'proq bo'lishi mumkin. Ish staji qo'shilsa, alohida qayta hisoblash bo'ladi. Nogironlik guruhi o'zgarsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha oluvchilar soni o'zgarsa, ya'ni farzand voyaga yetsa yoki o'qishni davom ettirsa, bu ham to'lovga ta'sir qiladi. Masalan, bir onaxon 1000-2000 so'm pensiya oladi. Prezident farmoni yoki tegishli qaror asosida pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, uning pensiyasi ham yangi tartibda ko'payadi. Lekin agar bank SMS xizmati ulanmagan bo'lsa, u aniq qancha tushganini bilmaydi. Do'konga borganda karta yetmay qolsa, pensiyam kamayibdimi deb xavotir oladi. Aslida esa kartadan avvalgi qarzdorlik avtomatik to'lov, kredit yoki kommunal to'lov ushlangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har oy pensiya tushgan kuni bankdan ko'chirma olish yoki mobil ilovadan qarash kerak. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: yashash manzilini o'zgartirish. Agar pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chsa, vaqtida xabar bermasa, pensiya ishining ko'chishi cho'zilishi mumkin. Ayniqsa doimiy ro'yxat, vaqtincha yashash, bank filiali, mahalla ma'lumotlari bir-biriga mos kelmasa, tekshiruv talab qilinadi. Shuning uchun ko'chganingizdan keyin pensiya o'zi tushaveradi deb yurmaslik kerak. Yangi manzil bo'yicha mas'ul idoraga murojaat qilib, pensiya ishi qayerda turibdi, to'lov davom etyaptimi, kartaga bog'langanmi, hammasini aniqlashtiring. Ikkinchi nozik jihat chet elga chiqish. Ayrim pensionerlar farzandlarinikiga bir necha oyga boradi. Bu oddiy holat. Lekin uzoq muddat chet elda bo'lish, doimiy yashashga ketish yoki shaxsni tasdiqlash bilan bog'liq talablar bo'lsa, pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Bunday holatda ketishdan oldin albatta pensiya jamg'armasi bo'limidan o'z vaziyatingiz bo'yicha yozma yoki rasmiy tushuntirish oling. Qo'shnim aytdi, falonchi shunday qilibdi degan gapga tayanmang. Har bir holatning o'z hujjati, o'z muddati va o'z talabi bor. Uchinchi nozik jihat: ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zan pensioner kasal bo'ladi, yura olmaydi, farzandi yoki qarindoshi pensiyasini olib beradi. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi, muddati o'tmagan bo'lishi va pensionerning o'z xohishi bilan berilgan bo'lishi shart. Afsuski, hayotda shunday holatlar ham uchraydi. Qarindosh pensionerning kartasini olib qo'yadi, pulini o'zi ishlatadi. Pensioner esa dori olishga ham pul topolmaydi. Men bunday vaziyatda farzandlarga ham, qo'shnilarga ham aytaman. Pensionerning puli uning shaxsiy mulki. Unga g'amxo'rlik qilish boshqa, pulini nazoratsiz ishlatish boshqa. To'rtinchi nozik jihat: qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyam to'liq tushmadi deydi. Sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Bank krediti, aliment sud qarori, ijro hujjati,
oldingi ortiqcha to'lovni qaytarish, kommunal xizmat bo'yicha avtomatik yechim. Agar pul kam tushsa, birinchi qadam bank ko'chirmasini olish. Ikkinchi qadam pensiya jamg'armasi bo'limidan to'lov tafsilotini so'rash. Uchinchi qadam agar ushlab qolish majburiy ijro byurosi yoki sud hujjati asosida bo'lsa, o'sha hujjatni ko'rish. Hech qachon mayli. Shunaqa ekan deb qo'l siltamang. Har bir ushlab qolishning qonuniy asosi bo'lishi kerak. 5-nozik jihat nogironlik bo'yicha to'lovlar. Nogironlik muddatsiz berilganmi yoki ma'lum muddatgami, buni aniq bilish kerak. Agar qayta ko'rik sanasi o'tib ketsa, hujjat yangilanmagani uchun to'lov kechikishi mumkin. Masalan, bir kishi 2 guruh nogironlik pensiyasini oladi. Qayta ko'rik iyun oyida bo'lishi kerak. U iyulda boraman deb yuradi. Tizimda muddati tugagan deb ko'rinsa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi ehtimoli bor. Keyin yana hujjat yig'ish, komissiyadan o'tish, qayta tiklash uchun vaqt ketadi. Shuning uchun tibbiy hujjatlarning sanasini alohida daftar yoki telefonga yozib qo'ying. 6-nozik jihat vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu mavzu og'ir, lekin aytishim shart. Pensioner vafot etgandan keyin uning kartasiga tushgan pulni qarindoshlar baribir o'zimizniki deb yechib olsa, keyinchalik qaytarish talabi chiqishi mumkin. Chunki to'lov qaysi davr uchun hisoblangan, vafot sanasi qachon. Ortiqcha to'lov bormi, bular tekshiriladi. Dafn puli bir martalik yordam yoki meros bilan bog'liq alohida tartiblar bo'lishi mumkin, lekin buni rasmiy yo'l bilan hal qilish kerak. Eng to'g'ri yo'l o'lim guvohnomasi olingach, tegishli idoralarga xabar berish va qanday to'lovlar qonuniy berilishini aniqlash. 7-nozik jihat telefon raqami va mobil ilova. Hozir ko'p xizmatlar telefon raqamiga bog'langan. Agar pensionerning bank kartasi farzandining telefon raqamiga ulangan bo'lsa, SMS'lar farzandga boradi. Bu ba'zan qulay, lekin xavf ham bor. Farzand chet elda bo'lsa, telefon yo'qolsa, raqam boshqa odamga o'tib ketsa, bank amaliyotlarida muammo chiqadi. Men tavsiya qilaman, imkon bo'lsa, pensionerning o'z nomidagi faol telefon raqami bo'lsin. Agar yoshi katta bo'lgani uchun o'zi foydalana olmasa, ishonchli farzand yordam bersin. Lekin barcha parollar va kodlar ochiq-sochiq yurmasin. Endi eng muhim qism, siz bugun yoki ertaga nima qilishingiz kerak? Men buni aniq bosqichlarda tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya tushumlarini tekshiring. Oxirgi 3 oyda kartangizga qancha pensiya tushganini aniqlang. Buning uchun bankomatdan mini ko'chirma oling, bank filialiga boring yoki mobil ilova orqali ko'ring. Agar har oy miqdor turlicha bo'lsa, sababini yozib chiqing. Kredit ushlanganmi, to'lov qilinganmi, komissiya bormi, boshqa yechim bormi? Pensionerlar uchun eng katta xato pul tushganini bilmasdan kartani boshqalarga berib qo'yish. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar. Bank karta rekvizitlari, bularni alohida papkaga soling. Agar hujjatlar eskirgan, yirtilgan yoki yozuvlar o'qilmaydigan bo'lsa, oldindan nusxa ko'chirtirib qo'ying. Hujjat yo'qolgandan keyin izlash qiyinroq bo'ladi. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda ayting: mening pensiya hisob-kitobimda ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar yozma ariza topshirsangiz, 2 nusxa qiling. Bittasini topshiring. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Bu juda muhim. Og'zaki gap havoda qoladi. Yozma murojaat esa nazoratga olinadi. 4-qadam, agar ish staji yetishmayotgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Eski korxona qayerda bo'lgan, qaysi tuman, qaysi vazirlik yoki tashkilotga qaragan, shularni aniqlang. Arxivga murojaat qilganda ishga kirgan va chiqqan taxminiy sanalarni, lavozimni, o'sha vaqtdagi familiyangizni yozing. Masalan, men 1997 yil sentyabrdan 1994 yil maygacha falon zavodda tikuvchi bo'lib ishlaganman. O'sha paytda familiyam Karimova edi. Ma'lumot qanchalik aniq bo'lsa, arxiv topishi shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam. Bank xavfsizligini kuchaytiring. Kartangiz PIN kodini hech kimga aytmang. PIN kodni qog'ozga yozib, karta bilan birga saqlamang. SMS kodni hatto bank xodiman degan odamga ham aytmang. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Agar karta yo'qolsa, darhol blok qildiring. Agar
pul yechilib ketgan bo'lsa, bankka va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga zudlik bilan ariza bering. 6-qadam. Agar pensiya kechiksa, kutib o'tirmang. Avval bankdan so'rang, to'lov kelganmi yoki yo'qmi. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan so'rang, to'lov reyestrga kiritilganmi, hujjatda muammo yo'qmi. Agar ertaga keling, keyinroq bo'ladi deyishsa, murojaatni yozma qiling. Sizning savolingiz oddiy. Pensiya nima sababdan kechikyapti va qachon to'lanadi? Javob ham aniq bo'lishi kerak. 7-qadam. Farzandlar, ota-onangizga yordam bering. Ko'p pensionerlar navbatda turishga qiynaladi. Hujjatni tushunmaydi. Telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Farzandlar bir kun vaqt ajratib, ota-onasining pensiya hujjatlarini ko'rib chiqsa, bank kartasini himoya qilsa, firibgarlardan ogohlantirsa, bu juda katta yordam. Lekin yordam degani pulni to'liq nazoratga olish emas. Pensionerning roziligi, xohishi va manfaatini birinchi o'ringa qo'yish kerak. 8-qadam. Rasmiy manbalarga tayaning. Pensiya bo'yicha yangilik eshitsangiz, darhol vahimaga tushmang. Avval pensiya jamg'armasi davlat xizmatlari bank yoki hukumatning rasmiy axborot kanallaridan tekshiring. Telegramda kelgan noma'lum xabar, hamma pensionerga pul tarqatiladi degan havola, anketa to'ldiring degan saytlar ko'pincha firibgarlik bo'lishi mumkin. Rasmiy sayt manzili noto'g'ri yozilgan bo'lsa, harflari o'xshash bo'lsa, telefon raqam so'rasa, karta ma'lumotini talab qilsa, ehtiyot bo'ling. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi tezkor xabarning mohiyati shuki, pensiya masalasida beparvo bo'lish mumkin emas. Pensiya o'z vaqtida tushyaptimi? Miqdori to'g'rimi? Ish staji to'liq hisoblanganmi? Bank kartasi xavfsizmi? Hujjatlar joyidami? Bularning hammasini tekshirish kerak. Kimning hujjatda xato bo'lsa, bugun harakat qilsa, ertaga pensiyasi o'shishi yoki kechikishning oldi olinishi mumkin. Kim firibgarlardan ehtiyot bo'lsa, o'ylab yig'gan pulini saqlab qoladi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq kartangizdagi tushumlarni tekshiring. Hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing. Shubha bo'lsa pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma murojaat qiling. SMS kodlaringizni hech kimga aytmang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntirib bering yoki birga ko'ring. Sizning hududingizda pensiya vaqti tushyaptimi? Qayta hisoblash bo'yicha muammoga duch kelganmisiz? Firibgarlar qo'ng'iroq qilgan holatlar bo'lganmi? Izohlarni yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bitta ogohlantirish bir pensionerning pulini, asabini va vaqtini saqlab qolishi mumkin.